Turmush o'rtog'ingizni kimnidir bor. Yo ikkinchi xotin, yo o'ynash yoki siz o'zingiz ikkinchi xotinsiz. Nega siz hozir ham mana shunaqa uchburchakda yashaysiz? Bu ham sizni bolalikdagi ssenariyingiz. Misol uchun, bolalikda opingiz yoki singlingiz bo'lsa, konkurentlaringiz bo'lgan bo'lsa yoki siz ongsiz ravishda onangiz bilan konkurent bo'lgan bo'lsangiz va har doim otangiz uchun mana shu ayollardan yaxshiroq bo'lish istagi bo'lgan bo'lsa, nimadir qilib, ulardan yaxshiroq nimadir qilgansiz, udobni bo'lgansiz, aqlliroq bo'lgansiz va ade sizni maqtagan bo'lsa va o'zingizni muhimligingizni his qilgan bo'lsangiz, endi sizni psixikangiz ham hali ham yosh bola pozitsiyasida o'ziga uchburchak munosabatlarni shakllantiradi. Ya'ni siz eringizga muhimligingizni kim bilandir raqobatda his qilasiz. Ya'ni siz o'sha eringiz kimnidir topgandan keyin pinyuar kiyishni boshlaysiz, eringiz bilan munosabatlaringiz yaxshilanishni boshlaydi va siz eringiz "Babi sen boshqachasan, u boshqacha, u isterichka, u ko'p pul so'raydi, sen so'ramaysan" degan narsa bilan o'zingizni muhimligingizni his qilganingiz, bu sizni har doim uchburchak munosabatda yashashga majbur qiladi. Ana endi bu munosabatlardan ongli ravishda chiqishni istasangiz, men sizga hozir va shu yerda transformatsion kursimni taklif qilaman. Agar sizga bu kurs qiziq bo'lsa, kommentariyalarda bir raqamini qoldiring.